Dunyo mamlakatlarida 1,5 milliarddan ortiq insonlar vitamin D defitsiti bilan yashab kelmoqdalar. Shulardan 500 milliondan ko'p insonlarda osteoporoz, ya'ni suyak murtlash holatlari qayd etilgan. Bu holatlar insonlarda tayanch harakat sistemasining degenerativ kasalliklari, ya'ni artrozlarni rivojlanishiga katta sabab bo'lmoqda. Artrozlarni ichida aynan tizza bo'g'imini osteoartriti eng ko'p kuzatiladigan holat hisoblanadi. Bu holat tufayli insonlar uzoq muddat og'riqdan aziyat chekadilar, jamiyatda vaqtinchalik va doimiy safdan chiqishga va nogironlik holatlariga sabab bo'ladi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan biz tizza bo'g'imini osteoartriti, ya'ni gonartroz haqida gaplashamiz. Tizza bo'g'imini osteoartriti, ya'ni gonartroz bu surunkali avj olib boruvchi kasallik bo'lib, bo'g'im yuzasidagi tog'ay qavatlarini shikastlanishi bilan kechadigan patologik jarayon hisoblanadi. Bunda bo'g'imlarda og'riq sindromi kuchayib boradi, bo'g'im funksiyasi tobora kamayib boradi va bemorlarning hayot sifatini pasayib borishi bilan xarakterlanadi. Butun dunyo aholisini 13% dan 42%gacha qism aynan osteoartritlardan aziyat chekib yashab kelmoqdalar. Nogironlikka olib keluvchi bo'yicha barcha kasalliklarning ichida 5-o'rinda va ortopedik bo'g'im kasalliklarining ichida 1-o'rinni egallab kelmoqda. Barcha bo'g'im kasalliklarining 80% qism aynan osteoartritlarga to'g'ri keladi. Bu patologiyada bo'g'imning hamma strukturalari, subxondral suyak, bo'g'im sinovial kapsulasi, bog'lam apparatlari va bo'g'imning atrof mushaklari zararlanadi. Bo'g'im tog'ayining vazifasi bo'g'imga tushayotgan yukni qabul qilish, tarqatish va yukni so'ndirish vazifasini bajaradi. Qisqa qilib aytganda, amortizator vazifani bajaradi. Ya'ni bemor yurganda, yugurganda bo'g'im tog'ayiga yuklama tushadi va buning natijasida tog'ay qisqaradi. Bo'g'imdan yuklama olinganda tog'ay yana joyiga qaytadi. Bu mexanizmni kompression, dekompression mexanizm deb yuritiladi. Osteoartritda aynan shu mexanizm buziladi. Bo'g'im tog'ayi tolali karkasdan tashkil topgan bo'lib, tarkibida kollagen 2-tip oksilini tutadi. Sinovial parda tashqi fibroz va ichki vitseral qavatdan iborat. Sinovial suyuqlik ishlab chiqaradi va bu suyuqlik bo'g'imda quyidagi vazifalarni bajaradi. Bo'g'imda moddalar almashinuvini yaxshilaydi va bo'g'imdagi o'lgan to'qimalarni tozalaydi. Bo'g'im sinovial suyuqligi yuqori qovushqoqlik va elastik xususiyatga ega bo'lib, bo'g'imlar harakatga kelgan vaqtda ishqalanishni kamaytiradi. Tog'ay kollagen kaskadining ichidagi kollagen ishlab chiqaruvchi hujayralar, xondrotsit va xondroblastlarga ozuqa manbai bo'lib xizmat qiladi va sinovial suyuqlikda immunokompleks hujayralar bo'lganligi uchun bo'g'imni tashqi agentlar, bakteriya, virus va zamburug'lardan himoya qilish vazifasini bajaradi. Osteoartritni kelib chiqish sabablari va xavf omillari haqida gaplashamiz. Tizimli xavf omillari: yoshning kattaligi, ayol jinsi vakillari, millat va irq. Gormonal status, ya'ni menopauza holati bunda ko'pincha osteoporoz fonida rivojlanadi. Komorbid holatlarning borligi, ya'ni qo'shimcha bir nechta kasalliklarni qo'shilib kelish holatlari. Oilaviy agregatsiya, ya'ni oilada shu kasallik bilan kasallangan boshqa vakillarning borligi, suyaklarning mineralsizligining pastligi, ya'ni osteoporoz va sarkopeniya holatlarini borligi va vitamin D yetishmaslik holatlari. Mahalliy omillarga o'tkazilgan bo'g'imdagi jarohatlar, mushak holsizlik sindromi, bo'g'imlardagi yoshlikdan qolgan deformatsiyalar va skelet mushak sistemasining displaziyasi va gipermobillik holatlarining borligi, tashqi omillar,
tana massa indeksining yuqoriligi 1 kilogramm ortiqcha vazn kasallik xavfini 13% ga oshiradi. Mexanik va jismoniy yuklamalar doimiy ravishda bo'g'imga katta yuklamaning ko'p tushish holatlari tasnifi bo'yicha ikkita guruhga bo'linadi. Birlamchi va ikkilamchi. Ikkilamchi osteoartritlar revmatik, endokrin va boshqa kasalliklardan keyin rivojlanadi. Kasallikning klinikasi tizza bo'g'imida og'riqlarning paydo bo'lishi, mexanik yuklamadan keyin kuchayadi. Ko'proq holatlarda og'riqlar start xarakteriga ega bo'ladi. Bemor boshlang'ich 5-6 qadamini yurishda qiynaladi va keyinchalik og'riqlar yengillashadi. Bo'g'imdagi karaxtlik, bo'g'im funksiyasining buzilishi, bo'g'imda qirsillashlarning paydo bo'lishi, bo'g'imlarda yallig'lanish hisobiga shishning rivojlanishi va bo'g'im atrofidagi mushaklarning atrofiyasi. Osteoartrit yengil, o'rtacha og'ir va og'ir kechadi. Diagnostikasida klinik va instrumental tekshiruvlarga tayaniladi. Asosan rentgenologik diagnoz qo'yiladi. Kalgrin va Lawrence bo'yicha 4 ta rentgenologik darajasi ajratiladi. Undan tashqari magnit rezonans tomografiya va MCKT UZI tekshiruvi ham o'tkaziladi. Bunda ham osteoartritni darajalari va bo'g'imdagi yig'ilgan sinovial suyuqlikni miqdori aniqlaniladi. Densitometriya tekshiruvi bunda suyaklarning mo'rtligi, osteoporoz bor yo'qligi aniqlaniladi va laboratoriya tekshiruv usullari. Tizza bo'g'imini osteoartriti ko'pgina holatlarda komorbid, ya'ni boshqa kasalliklar bilan qo'shilib kelish holatlari yuzaga keladi. 59% holatda tizza bo'g'imini osteoartriti metabolik sindromlar bilan birgalikda, 75% holatlarda gipertoniya kasalligi bilan qo'shilib keladi. 63% holatlarda abdominal semizlik, 30% giperglikemik holat va boshqa holatlar bilan birga komorbid bo'lib keladi. Kasallikni davolash quyidagicha olib boriladi. Nofarmakologik davolash, hayot tarzini yaxshilash, to'g'ri ovqatlanish, kalsiy, vitamin D va kollagenga boy oziq-ovqat iste'mollarini ratsionda ko'paytirish, zararli odatlar va zararli ovqatlanishdan voz kechish, tana massa indeksini kamaytirish, 1 kilogramm ortiqcha vazn kasallik xavfini 13% ga oshiradi. Shuning uchun tana massasini kamaytirish kasallikni davolashning eng asosiy qismi hisoblanadi. Davolovchi gimnastikalar, suzish va velotrenajyorlarni amalga oshirish, ortopedik tavsiyalar, yaxshi amortizatorli va kabloki yuqori bo'lmagan poyabzallardan foydalanish, bo'g'imga har xil ortopedik artezlarni taqish va fizioterapevtik davo muolajalarini amalga oshirish. Farmakologik usullar, nosteroid va steroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini tizimli qo'llash, vitamin D va kalsiy preparatlari, antirezeptiv davo, bisfosfonatlar va denosumab unumlarini qo'llash, tizza bo'g'imiga glikokortikoid va gialuron kislotasi bilan mahalliy lokal inyeksiyon terapiyasini amalga oshirish. Bu maxsus ko'rsatma bilan travmatolog ortoped mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Miorelaksantlar, xondroprotektorlar va dietserin, avokado unumlarini qo'llash, konservativ davo muolajalari yordam bermaganda jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish. Ko'pgina holatlarda radikal amaliyot sifatida tizza bo'g'imini total endoprotezlash amaliyotlari bajariladi. Bu amaliyotlardan keyin bemorlarda deformatsiyalar yo'qoladi, og'riq sindromi bartaraf bo'ladi va bo'g'imdagi harakat amplitudasi tiklanadi. Agar sizga videoyimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.